Assalamualaikum. Men o'zim Xorijiy Agrobank boshqarish o'rinbosari Aziz Qarg'o'lan. Bizda energetikani har mahallaga borib, uchrashuvlar o'tkazib, o'zingiz xizmat mahsulotlarimizni xalqqa yetkazib, mahsulot orqali жұмыссыз fuqarolarning жұмыспен bandligini ta'minlaydi. Daromadini oshirib asыру. Bizda bugungi kunda o'zimizning bekitilgan 4 aymog'imizga 25%dan 20 milliongacha bekilimiz bor. 5 yil o'tkazib, 8 yil Jeynteng davri var. Mesela Bravo hizmetlerini alıp şu şahs gelip veririz. Keyin hamrak degan bekimiz var. Ol xatir hayırlılar uchun ishlab chiqaruv 100 millionga chiqib kebilsiz sug'urta bilan. Shu shaxs keldi yoki sug'urta beradi. 100 million ajrali sug'urta beramiz. Biroq unda ishlab chiqaruvimiz xizmat ko'rsatmaydi. Agar bakımınız bo'lsa, tavsiyam uzoq 3 kun içinde ketin chiqaruv etamiz. Hamra, yürüdük firmalar olsa da, gideceğiz 100 milyonlar şeyin mahalaya kalsı dediğimizde, Hamilton tayin olsa 10 içinde alasız. Yani жасабыз var, alışveriş karardıklarında kıyıtlarımız var. Alışveriş yani ise çıkarmaksız görüştüğümüz alışveriş kararı boyunca onun üstünde bir o türlü şahslara veririz. Yani bunu yapmazsa türlü şahsların üstünde tahmin edilgen kahramanlara veririz. Bizlerin sosyal temalarımız var, sodan ko'rib baklap barsanız bo'ladi.